Bu shunchaki fantastika emas, haqiqiy ilmiy asosga ega bo'lgan fizika darsi. Bugun sizlar bilan Interstellar filmi haqida 5 ta faktni ko'rib chiqamiz. Birinchi fakt: filmda ko'rgan qora tuynugimiz, ya'ni Gargantua bu shunchaki kompyuter grafikasi emas. Ushbu qora tuynuk ustida bir nechta fizik olimlar oylar davomida bosh qotirishgan hamda bu hozirda NASA akademiyasi uchun darslik sifatida qo'llaniladi. Ikkinchi fakt: hammamiz bilamiz, Christopher Nolan kompyuter grafikasidan foydalanishni unchalik ham yoqtirmaydi. Ushbu film uchun ham haqiqiy 200 gektar maydonga makkajo'xori ekilgan va film yakunlangach ular sotib foydasi ham chiqarilgan. Uchinchi fakt: filmda vaqt cho'zilishi haqidagi sahna mutlaqo to'g'ri. Olimlarning ta'kidlashicha, agar siz qora tuynuk atrofida aylansangiz, bu yerdagi 1 soatingiz yerdagi naqd 7 yilga teng bo'ladi. To'rtinchi fakt: aktyorlar uchun deyarli hech qanday yashil fonlardan foydalanishmagan. Hammasi haqiqiy hayotda va real dekoratsiyalarda suratga olingan. Shuning uchun ham ushbu film uchun ham jonli ko'rinadi. Va nihoyat 5-fakt: filmdagi Tars robot esinglardami? Uni hech qanday kompyuter grafikasi yordamida hosil qilishmagan. Hammasi haqiqiy va uni mexanik operator boshqarib turgan. Aynan mana shular uchun ham Interstellar ko'pchilikning qalbidan joy olgan. Sizga eng yoqadigan sahna qaysi? Fikrlarni izohlarda kutaman. Shunaqangi qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.